Siz boshqa bir insonni o'zgartirishni istaysizmi? Buni iloji yo'q. Ya'ni siz boshqa bir insonga yordam berishni xohlaysiz. Uni o'zgarishini, natijaga chiqishini chin qalbdan istaysiz. 9-10 soatlab leksiya o'qiysiz. Ilm tajribalaringizni ulashasiz. Lekin u inson ichidan xohlamasa, buning foydasi yo'q. Siz qilayotgan harakatlaringiz ham, energiyangiz ham, vaqtingiz ham behuda sarflanyapti. Shu sababdan o'zingizni hurmat qiling va vaqtingizni bekorga sarflamang. Agar inson o'zgarishni istamasa, boshqa bir insonning unga qiladigan yordami ham, harakati ham, ilmi ham foyda bermaydi. Inson o'zgaradi. Bilasizmi qachon? Qachonki bitta tupikka tushib qolgandan so'ng, "Voy dod, jonimga tegdi" deb aytgandan so'ng o'zgarish nuqtasi bo'ladi.